So'nggi yillarda soliq qonunchiligiga bir qancha o'zgartirishlar kiritilishi barobarida soliq to'lovchilar uchun qulay va tejamkor tizimlar ham yaratilmoqda. Shuningdek, tizimni raqamlashtirish tufayli shaffoflik, qulaylik ortib, tashkiliy ishlar tartibli kechmoqda. Jumladan, soliq to'lovchilar ham o'z faoliyatiga avtomatlashtirilgan dasturlarni joriy etib, uni soliq organlari bilan integratsiya qilayotgani soliq tekshiruvlari yoki boshqa bir tushunmovchiliklarning oldini olishga xizmat qilmoqda. Ma'lumki, mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash masalalari davlat islohotlarining asosiy yo'nalishiga aylangan. Ayniqsa bugungi globallashuv davrida soliq to'lovchilar uchun qulay va tejamkor tizimlar ham sohaga kirib kelmoqda. Chakana va umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan foydalanilayotgan avtomatlashtirilgan hisobga olish o'lchov vositalari, ya'ni axborot tizimlari, dasturiy mahsulotlar soliq organlari axborot tizimi bilan integratsiyalanishi lozim. Bunday hisobga olish tizimlari jumlasiga Jovi, IIKO, Arkeeper va boshqa dasturlar ham kiradi. Xo'sh, ushbu avtomatlashtirilgan dasturlarning tadbirkorlar uchun qanday afzalliklari mavjud? Arkeeper tizimi bu kafe, restoran va savdo do'konlari faoliyatida ishlatilgan kassa tizimi bo'lib, bu savdo faoliyatini avtomatlashtirishga yordam beradi. Masalan, buyurtmalarni aniq rasmiylashtirish, hisobotlarni aniq yuritish, misol uchun to'lovlarni vaqtida aniq hisoblash, mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish hamda Arkeeper tizimi yordamida biz xodimlarimizning ishini nazorat qila olamiz. Ombor hisoboti to'g'ri yuritiladi va oylik va kunlik hisobotlar aniq o'z vaqtida yuritiladi. Arkeeper tizimi orqali vaqtimizni tejaymiz va bu orqali xizmat sifati oshadi. Arkeeper tizimi yana bitta afzal tarafi bu, misol uchun, mahsulotlar bizga kirib kelgan sana bilan chiqib ketadigan sana oralig'ida mahsulotlarning yaroqlilik muddati tugashidan oldin ogohlantirishni boshlaydi. Bugungi kunda viloyatda 12.940 ta korxonada 14.279 ta onlayn nazorat kassa mashinasi va 8.796 ta 2D skanerlar mavjud. Mazkur qurilmalar orqali aholi bilan pullik hisob-kitoblarni amalga oshirish mumkin va xaridorlarga QR kod va fiskal belgili chek taqdim etilishi lozim. Savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchasida amalga oshirilgan har bir xarid yoki ko'rsatilgan xizmat uchun onlayn nazorat kassa mashinalaridan xarid chekini to'liq miqdorda shakllantirish hamda belgilangan tartibda xaridorga taqdim etish mas'uliyati tadbirkorlik subyektlari zimmasiga yuklatilgan. Bugungi kunda soliq tizimi xodimlari tomonidan xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash borasida barcha hududlarda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Ayniqsa, savdo, xizmat ko'rsatish hamda umumiy ovqatlanish korxonalarida onlayn nazorat va virtual kassalardan foydalanish, qolaversa, mijozlarga fiskal chek berilishi tushuntirilmoqda. Soliq kodeksining 221-223 moddalariga asosan nazorat kassa texnikasini qo'llamasdan savdoni amalga oshirganlik va xizmatlar ko'rsatganlik, xaridorga chek bermasdan tovarlarni realizatsiya qilganlik va xizmatlar ko'rsatganlik soliq huquqbuzarlik sanaladi va belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishga asos bo'ladi. Shu o'rinda ta'kidlash lozim, tovar uchun to'lovlarni bir jismoniy shaxsning kartasidan boshqa jismoniy shaxsning kartasiga o'tkazish orqali hisob-kitob qilishda ham sotuvchilar mijozlarga QR kod va fiskal belgili chek taqdim etishlari lozim. Aks holda chek bermaslik qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Bugun tadbirkorlik sohasida ham avtomatlashtirilgan tizim yoki dasturlarning joriy etilishi mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytiradi hamda soliq tushumlarini oshiradi. Bu mablag'lar esa yo'llar, maktab, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy soha obyektlarini qurishga yo'naltiriladi.